Nimaga o'zbekistonliklarning 98% bu kemping zona haqida haligacha bilmaydi? U yerda nimalar qildik va nimaga yana bu joyga qaytishni xohlayman? Birinchi kun kemping zonasiga ertalabda yetib keldik. Bu meni birinchi kempingim va birinchi marta chodirda tunab qoldim. Ozroq dam oldim va ancha bo'lgan ekan aktiv o'yinlar o'ynamaganimga. Yangi foydali tanishlar orttirdik va uzoq suhbatlashdik. Bu joyda qolish uchun dush, ichida hamma narsa bor oshxona, 3 mahal ovqat ham berishdi. Toza havoda ovqatlanish yanada mazali bo'ladi. Bizda hind tematikasi bo'lgani uchun kuni hind qo'shiqlarini eshitib, kechki vaqt men yoshligimdan ko'rib o'sgan hind kinosini emotsiyalar bilan ko'rib, yomg'ir bilan birgalikda yig'ladik. Bu esa kinoga spetsifikalarni berib turdi. Olov atrofida maza qilib marshmallow, kartoshka pishirib, suhbat qurib o'tirdik. Toza havoda va yomg'irning tinchlantiruvchi tovushi bilan maza qilib uxladim. Buni faqatgina o'zingiz kelib his qila olasiz. Ikkinchi kuni esa nonushtaga men sevadigan shakshuka pishirishibdi. Yana o'choq. Keyin esa bizni vazda action driftlar bilan nefritga olib borishdi. Yomg'irda tabiat bunaqa chiroyli ochilishi birinchi marta ko'rishim. Ko'li qanchalik chiroyli va toza. Yomg'irda o'pib ketgan bo'lsam, bunaqa emotsiyalarni boshqa qaytara olmayman. Lagerga qaytib, qo'l bola ovqat pishirdim. Albatta o'zim bu yerga kelish uchun kemping nefritga yozinglar. 2 kun dam olib, bir hafta dam olgandek bo'lasiz. Bu videoni birga boradigan insoningizga yuborib, hayotingizni keyinga qoldirmang.